Saharlik va iftorlikda og'iz yopish va og'iz ochish bu azondan oldin bo'ladimi yoki azondan keyinmi? Bu masalada ham albatta taqvimdan foydalanishni tavsiya qilamiz. Taqvimda ko'rsatilgan vaqtlarda e'tiborga olib og'iz yopsinlar, shu vaqtlarni ko'rib og'izni ochsinlar. Chunki azon aytilishi bu insonga bog'liq. Muazzin misol uchun ba'zi vaqtda kech aytib qo'yishi mumkin, ba'zi paytda ertacha aytib qo'yishi mumkin. Endi mingdan bir ehtimol bor. Xato qilishi mumkin. Shuning uchun aynan azon bilan ish yuritgandan ko'ra mayli azon o'z vaqtida aytiladi, odatda ko'p vaqtlarda katta ehtimol bilan, lekin shu taqvim asosiy ularga mezon bo'lishi kerak. Ayniqsa bomdod namozida misol uchun 5 minut nimadir sabab bilan kech aytilib qolsa, u 5 minut tongga o'tib ketishi mumkin vaqti. Shuning uchun ayniqsa bomdodda shu taqvim vaqtiga qat'iy nima qilish kerak, amal qilish kerak. Undan o'tkazib yormaslik kerak. 1 minut, 2 minut o'tkazib yoraman demaslik kerak, balkim shu iloji boricha undan oldin og'iz yopish kerak, yeyishdan, ichishdan to'xtash kerak. Endi shom azoni ko'pincha vaqtida aytiladi, quyosh botgandan keyin aytiladi. Azondan keyin unda ochaversa, katta ehtimol bilan unda to'g'ri chiqadi. Azondan keyin. Lekin bomdod vaqtida ko'proq shu taqvimda mahkam ushlab o'shanga amal qilishni tavsiya qilamiz.